Assalom do'stlar, sizlar bilan men Gamer.uz. Bugungi rolimiz boshqacha bo'ladi do'stlar. Bugun biz menda uy yo'q edi. O'tgan videolarda bor edi, lekin u karta o'chib ketdi. Shuning uchun men e'lon yopishtirgandim. Shuning uchun men uy beringlar degan e'lon yopishtirgandim va bu qishloqqa chaqirishibdi meni. Unda ketdik. YouTuberligimni ham yozdim. Meni obunachim ekan ular. Bittasi. Xo'p. Ana. Hoy. Hoy. Mayli, boshqasi bilan gaplashamiz. Hoy sen. Hoy Jitel. Salom, yaxshimisan? Men e'lon yopishtirganman. Men seni muxlisingman. Seni videolariga like bosaman men. Rostdanmi? Ha. Meni uyim qayerda unda? Sen tarafda, o'ng tarafda. Men o'ng tarafda ko'p uylar bor-ku. Uyning ichida hech nima yo'q va eshigi ham yo'q. O'rtoqlar, uzr, burnining mazasi yo'q. Eshigi yo'q, eshigi yo'q, uy qani endi? Yo'q, hammasini eshigi bor lekin. Mayli, yoki mana budir. Yo, buni ham eshigi bor ekan. Ana bu. Ana uni uyi yo'q ekan. Eshigi yo'q ekan. Xo'p, ichida hech nima yo'qmi? Ichida ham даже hech nima yo'q, o'rtoqlar. Endi fakellarni qo'yib qo'yamiz. Menga bo'laveradi, o'rtoqlar, chunki men mana bu yerda stream qilaman. Mana bu yer o'tiradigan joy bo'ladi, do'stlar. Xo'p, endi buni mana bu yerga qo'yamiz va buni qo'yamiz. Xo'p, do'stlar, mana bu yerni esa mana qilib qo'yamiz. Men mana bu yerga esa mana bu ikkita joyga sandiq qo'yib qo'yaman. Keyin bu yerimga kompyuter va streamxona bo'ladi-da. Xo'p, biz eshik yasab kelishimiz kerak. Uning uchun bizga daraxt kerak. Xo'p, videoga like bosing va kanalimga obuna bo'ling. Xo'p, endi bularni chopamiz. Xo'p. Naqib chiqib ketadi. Chiq. Sizga shu yetadi. Xo'p. Endi eshik va anaqa yasaymiz sandiq. Do'stlar, videoga like bosing. Kanalimga obuna bo'ling. Mana bu yerga qo'yib chiqamiz. Orqaga, mana bu yerga. Xo'p, keyin mana bu yerga. Oxirida xo'p, mana bu yerga, do'stlar. Xo'p, endi esa eshik yasaymiz. Xo'p, mana zo'r bo'ldi, do'stlar. Endi esa sandiq. 1 2 ta bo'ldi, zo'r. Endi men mazza qilib yashayveraman. Mana bu yerda mazza qilib yotaman. Rahmat deb qo'yay. Qani edi u qishloqi? Qishloqi. Qayerdasan qishloqi? Ana yerda ekan. Hoy qishloqi. Nima? Menga kattakon rahmat uy berganing uchun. Arzimaydi. Mayli. Do'stlar, menda ikkita eshik ortib qoldi. Xo'p, yaxshilik qilish kerak, eshik qo'yish kerak endi. Xo'p, qayerda eshik yo'q? Bu yerda bor. Bu yerda ham ikkita eshik qo'yish zarar emas. Bu yerda emas. Xo'p. Mana qo'ysak. Bu juda ham zo'r, do'stlar, va himoyaviy qulflab qo'ysa ham bo'ladi, zo'r.
Do'stlar, videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, abdushi rahmat, sog' salomat bo'ling. Ha, aytgancha videoga like bosing, kanalimga obuna bo'ling.